Hozirgi kunda ko'chaga chiqishing bilan Sizlarda ham issiqmi? Aka, konditsioneri yo'qmi mashinangizni? Aka, talabaman-da, konditsioner qo'ysam suvda ichib yuryapti benzinni. Aka, shampun yo'qmi? Nimaga? Cho'milib ketardin-da. ishxonaga kelsang konditsioner ham ishlamaydi. Ba'zi birlar ventilyatorda o'ziga qaratib olgan. Shu issiqda nimadir qilaylik. Anjalila qiya ish qilamiz. Nima qilamiz? Anjal maroj deymiz. Voy, zo'r ekan Andijon marojnisi. Anjam marojni o'ta mo'tadil-da. Buni yasashning ventilyator bilan konditsionerning keragi yo'q. Ko'chada aravachada ko'rgan edim, olyapman-da. Endi haqiqiy original anjam marojna aravachalarda sotilmaydi. Soxtalarga aldanib qolmang. O'zbekistondagi barcha Korzinka va Makro do'konlardan topishingiz mumkin. Oilaviy uyda o'tirganingizda Telegram orqali Anjom muzqaymoq botdan buyurtma berishingiz ham mumkin. Ventilyatorimiz buzilib qoldi. Meng, biz jim o'tmasmiz.